Get ready with me qilgim keldi. Men ham to'g'ri aytdim. Ish qilib ustimdagi kiyim g'ijimligi qaramanglar, lo'nli, juda tez g'ijim bo'ladi, lekin bunaqa jaziramada eng qulay mato hisoblanadi. Millionershadan olgan mana shu duokamni bugun dazmol qilib, qizimni yangi maktabdan ko'rishga bormoqchiman. Shu dazmolni olganimdan biri eng zo'r xayrli покупкаларdan bittasi bo'ldi. Texnikov do'koniga bu uchun kattakon rahmat, chunki reklama qilinganchalik haqiqatan zo'r dazmol ekan. Shunaqa qilib mana shu kiyimni kiyib oldim. Sal beli katta ekan, to'ng'ich bilan qistirib oldim. Keyin bunga moslab ro'mol tanladim. 250 ta ro'molim bor edi, shu qoldi. Hamma endi o'rangan qizlarga, kerakli insonlarga tarqatib yubordim. Nega har doim shu soatingizni taqasiz deysizlar? Bu soatimni sotolmaganman. Menga umuman tanimagan odamim podarka qilgani uchun, birlan soat bo'lgani uchun taqib yuraman, chunki bu menga har doim Allohim yo'q joydan sizga g'oyibidan sizga kerak narsalarni yetkazishini eslatib turadi. Bilmayman, men shunga qarasam ichimdan xursand bo'lib ketaman. O'ylab qarasam, shu kiyimimga shu sumkam mos ekan. Unaqa tobiga keltirib raspakovkalar qila olmadim, chunki shoshib o'tdim. Bitta narsa aytaman, lo'n baribir lo'n. Bu uchun millionershaga